Ladies and gentlemen, please stand if you are able for the national anthem of Uruguay. Nasrullayev ochilib turgandi. Hozir Nasrullayevning inkori tushunarli berdi. Nima qilmoqchi bo'lgan? Hojimat Erkinovni tezlikda oldinga tashlamoqchi edi, biroq himoyachilar o'qiy olishdi buni. Ham tushungan bo'lishi kerak. Mana uzatma va zarba ekani bu ikki. Zarbami bu? Menimcha zarba. Qarshi hujum qabul qilyapmiz. Qarshi hujum qabul qilyapmiz. Gol qabul qilmasak bo'ldi. Yaxshi. Qabul qilmadik. Amaro, mana buni aytish mumkinki, uchrashuvdagi eng xavfli vaziyat. Endi Uruguayda imkon kelishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Markaz sari uzatma, xavfli vaziyat. Juda ham erkin harakat qilishdi raqiblar va gol kiritib ketishmoqda. Afsuski, Torres, Facundo Torres, Palmeiras futbolchisi juda ham xotirjam o'ynashdi. Qarshi hujum tashkil etdi Uruguay. Bunday qarshi hujumlarni birinchi taymda ham ko'rdik bir nechtasini. Aniqroq bitta xavflisi aynan bizning hujumdan so'ng boshlangan. Mana o'sha pas, mana hech kim qaytarmadi to'pni va u yog'iga keyin yumshoqqina uzatmadan so'ng tayyor golni urib ketyapti 21-raqamdagi Facundo Torres. Aslida hamma ishni 13-raqamdagi Federico Erkin va mana bu yerda Nasrullayevga Shukurov to'pni aniq yetkazib berdi. Nasrullayev esa yuqoridan Eldor zarba, u darvozabon to'pni qaytaryapti. Mana bizning javob, mana golga reaksiya, lekin Turkiya chempionatida, lekin mana shu joyda Italiyadagi faoliyatini eslatib yubordi. Aniq maqsadli ravishda to'pni pastga qarab yo'naltirdi, lekin darvozabon aytganimdek o'yin sal ochildi. Uruguayning hujumi
zarba bilan tugayapti, xavfli zarba bilan tugayapti. Vinyasning faolligini aytib o'tish kerak. Va Urugvayning navbatdagi hujumi ehtiyot bo'lish kerak, imkoniyat bermaslik zarur. Zarba! 2-0. Ha. Bu safar Sanabria menimcha bu. Plus zaxiradan tushgan futbolchi ish berdi mana. Kurash boy berildi va zona ochildi. Zarba zo'r chiqdi, gap yo'q, lekin mana bu yana o'sha Vinyas. Yana shu Vinyas qilib beryapti golni. Kuzatildi bu gol. Plus hujumda zarba kamligi. Hozir Eldor chiroyli fint ishlatdi, yaxshi pas berdi. Kombinatsiyaning davomi ham bor. Norchayev o'tdi, darvoza bo'sh va gol, gol va nihoyat. Oradagi farq qisqardi. Ruslanbek Jiyanov Kambekiston ishga kirishdi. Vaqt bor. Vaqt bor hali, hisob Yo'q, afsus, menimcha Norchayev bu yerda raqib yordamida aldab o'tdi darvozabonni va u yog'iga ham Jiyanov kerakli payt, kerakli nuqtada paydo bo'ldi. hujum chizig'i tomon pas. Xavfli vaziyat, bosim kerak. Imkoniyat. Wow! Yana Ruslanbek Jiyanov gol urish imkoniyatiga ega bo'ldi. Himoyachi xatoga yo'l qo'ygandek tuyuldi, ammo bo'ldi, ulgurmadik. Jam kuchli terma jamoalarga qarshi tengma-teng kurash olib borish uchun. Ha, do'stlar, aynan shu pallada siz bilan xayrlashamiz. Garchi bugun o'yinda yutqazgan bo'lsak, Yangi Tigo 7 Pro Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.